Hürmetli vatandaş, leksiyelerimizden devamı. Endiki mavzumunda bugün cizdağa 2022 yıl 1. ayının 18. günü vatandaşı. Endiki mavzumunda Yaponiya iqtisad haberleri. Yaponiya Amerika ortak harbiy tayyorlik qilib, Tayvan bo'g'izida tuyuqsiz 101 voqealarga taqobil turmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 1. ayning 16. kuni Jungo'ga nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Xabardagi asoslanganda Amerika Yaponiyadan hozir Yaponiyaning har qaysi joylaridagi qo'g'dinish aslahalar ichiga harbiy qurol-yarog' o'rinlashtirib, jumladan Tayvanga yaqin orollarga harbiy qurol-yarog' o'rinlashtirib, tuyuqsiz yuz bergan voqealarga taqobil turishga hozirlan. Amerika 3 tane avomatga Jungo'ning atrofiga to'plandi. Yeni Deniz Armiyasining Amerika Qo'shma Shtatlar Deniz Armiyasining eng qudratli quroli Guam orolida paydo bo'ldi. Yuqorida so'zildi. Bugun bu yerda buni takror olib qolish sabab vatandosh Vanbet Torbeti Amerika ovozi Jungo'ga nazar. Anandaki video, xilma-xil videolar mushu 2 kundan beri davomli mushu bir maqolani tayyorlama, bir xabarda takrorlayotdi. Nima xabar? Amerika Qo'shma Shtatlarining qudratli bir quroli 100 dan ortiq yadro beshini qachalab Guam orolida paydo bo'ldi degan xabarni takrorlayotdi. Shunga men bugun so'zlagan leksiyalarimda takrorlanib qolishi mumkin. Sizlardan afo so'rayman vatandoshim. Jungo'ning atrofida Amerika 3 dona avomatkasi Jungo'ning atrofiga to'plandi. Deniz Armiyasi eng qudratli quroli Guam orolida paydo bo'ldi. Mavzuli xabar 1. ayning 17. kuni Dui torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Xitoyning o'zining torbeti e'lon qildi. Amerika Jungo munosabatiga doir eng yangi xabar sun'iy hamroh xaritalari shuni oshkor qildiki, Amerikaning 3 dona avomatkasi Jungo'ning atrofiga to'plandi. Amerika matbuoti mundaq oshkor qildi. Amerika harbiy qurol-yarog'lari eskalatidagi eng zo'r va zamonaviy bir harbiy qurol Guam orolida paydo bo'ldi. Ya'ni boshda aytdik, Nevada yadro suvosti parxod. 1. ayning 9. kuni Barabak dengiz bo'g'izida avomatka Carbinson paydo bo'ldi. Hozir Tinch okeanda laylab yurgan Amerika avomatkalari Carbinson belgilik avomatkadan boshqa 1. ayning 3. kuni Amerikadan yo'lga chiqqan Abraham Lincoln belgilik avomatka Tinch okean rayoniga kirib keldi va bu avomatkaga F-35 bilan qurollangan bir o'tir atarat o'rinlashtirildi. Yuqoriqilardan boshqa yana Yaponiyaning Henshu oroliga o'rinlashtirilgan Rigam belgilik avomatkami bor. Demak, bu deganlik G'arbiy Tinch okeani rayonida shu topda o'xshashli bir vaqtda Amerikaning 3 dona avomatkasi paydo bo'ldi, o'rinlashtirildi deganlikdir. Asosiy qonunni o'zgartirish yana bir xabar. Tayvan mustaqilligining qopqoqlarini ochib yetdi. Demokratiya taraqqiyot partiyasi nima o'ylayotdi? Mavzuli xabar 1. ayning 17. kuni Dui torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayvan yilning oxirida 9 birlik saylimi o'tkazish arafasida navbatchi siyosat chambarigida hujum va mudofaaning qiziq nuqtalaridan biri 8. qatam asosiy qonunni o'zgartirish faoliyati bo'lib qoldi. Junho Mingo'ning asosiy qonuni hozirgacha 7 qatam o'zgartirildi. Endi yaqinda Demokratiya taraqqiyot partiyasining asosiy qonun mazgiliga kirib keldi. Bu asosiy qonunning zavrini o'zgartirish Tayvanning ichki qismida siyosat qurilmasiga
ta'sir ko'rsatib qolmasdan Tayvan bo'g'zining muqimligi va davom bo'lib turishidimi intayin bir zo'r omil paydo qildi. Yılın oxirigacha asosiy qonun o'zgartirishga tayyorlik oraliqda 4 masala bo'yicha referendumda g'alaba qildi. Prezident Sayyimin partiyasi endi asosiy qonun bu endi hal qilg'ish degani hozirgi zamonning vaziyati bilan birlashib kelayotganligi uchun bu qatim bu asosiy qonunni o'zgartirish hal qilg'ich o'zgartirish bo'lib qoladi. Deb ko'rsatdi vatandosh.